Rinoplastik doktor egizak qizlardan biri xunuk bo'lib tug'ilgani uchun o'ldirdi, chiroylisini esa tirik qoldiradi. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mariya yosh va go'zal qiz va shu bilan birgalikda qoni kam. U maktabga ketmoqda, Mark ismli sinfdoshi esa uni doim mazax qilardi. Lekin uning yagona Lili ismli dugonasi ham bor, ammo boshqa dugonalar yonida u Mariyaga e'tibor qilmasdi va bir tengelmasdi. Ular xokkeyni birga tomosha qilishayotganda Lili kaltagina yubkasida maydonga tushib, Mariyaning ko'z o'ngida yigitni shonni o'pkisi kelib qoldi. Mariya esa buni ko'rib, bu jamiyatda o'zini ortiqchadek his qilmoqda. Uyga qaytgan qiz oilasi bilan kechki ovqatni yemoqda. Ben qizi tug'ilgandan beri unga uni qilma, buni qilma, uni qil deb doim qiziga aql chichgan. Emma esa doim qizining tarafini olib eri bilan tortishardi. Keyin qiz vannaga kirib, o'zbeklarning qaynota va kelin kinosini tomosha qilib barmog'i bilan jang qilayotganda, ko'zgudagi aksi o'z-o'zidan harakat qilishni boshlaydi. Qiz esa o'takasi yorilib, darhol vannadan chiqib ketdi. Ertalab oshxonada otasiga vannada nima bo'lganini aytishga harakat qiladi, lekin Ben unga maktabingga kech qolyapsan deb haydab yubordi va har doimgidek dugonasi uni bir tengelmayapti. Sariq pishak Mark esa yana qizning oyog'idan chalib mazax qilishni boshlaydi, lekin bu safar shon qizni turg'izib Mark bilan solishib ketdi. Kechqurun Mariya yana vannada va g'alati ovozlar unga eshitila boshlaydi. U uni kim qo'rqitayotganini bilish uchun ko'zguga qaraganda, ko'zgudagi aksi qimirlab o'zini Eyram deb tanishtiradi va butun umr Mariyaning yonida bo'lganini aytmoqda. Mariya esa o'zini xuddi kamchiligi to'lgandek his qilib xursand bo'lib ketdi. Ertalab qiz xuddi mening quchog'imda uyg'ongandek xursand va onasi ham uni o'zgarganidan hayratda. Maktabga ham yaxshi kayfiyatda boradi, ammo dugonasi har qadamda shom bilan shimishayotganini ko'rib, yigiti yo'qligidan yana siqilib qoldi. Maktabdan so'ng qiz otasining ishxonasiga boradi. Erkak esa qizining ko'z o'ngida bemor ayolga gap otyapti. Keyin ular kinoga borishadi va u yerda Mark qizga tasodifan urilib ketib, otasi bo'lgani uchun Mariyaga juda ham yaxshi munosabatda bo'ldi. Uyga ketayotib qiziga tug'ilgan kuni yaqin ekanini aytib, ertaga sovg'asini olish uchun ishxonasiga borishini aytadi. Qiz esa bunga rozi va uyga qaytib aksi bilan yana ko'rishdi. Eyram unga otasidan uzoqroq yurishni maslahat beradi, lekin Mariya otasi uni yaxshi ko'rishiga chin dildan ishonardi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Qiz ertasi kuni Benning ishxonasiga kiradi va sog'am qani deb so'raydi. Erkak uni ko'zgu yoniga o'tirg'izib, burni kartoshkaga o'xshashini aytib, uni kichraytirishini va ko'kragiga silikon qo'yib berishini aytmoqda va uning sovg'asi shu ekan. Qiz bechora esa bu so'zlardan keyin o'zini yanada xunuk his qilishni boshlaydi va uyga qaytganda Eyramga bor dardini to'kib sochmoqda. Emma shovqinni eshitib, hojatxonaga kirib qizini o'zi bilan o'zi gaplashayotganini ko'rib hayron va bu haqida Benga aytganda, eri unga ko'tingni qisib uxla deydi. Ertalab Lili Mariyani muzga kanki uchishga olib keladi va Lili Mariyaga muzda uchishni o'rgatayotganda qiz kaypanglab yiqilib tushdi. Lili esa unga yordam bermadi va shu sababli Mariya Eyramga dugonasining qilayotgan yomonliklari va uni doim kamsitib masxara qilishini aytmoqda. Eyram Mariyaga, agar men bilan tanangni almashtirsang, seni maktabning eng zo'r qizi qilaman deydi va deyarli uni ko'ndirdi. Agar Mariya oynadagi aksidan bo'sa olsa, ularning tanasi almashar ekan va Eyram ozodlikka chiqar ekan. Mariya uni o'pmoqchi bo'lganda oyis chaqirib qoladi va kadr onasi qizini bitiruv kechasiga tayyorlayotgan sahnaga ko'chirildi. Mariya u yerga borishni xohlamasa ham oyisining ko'ngli uchun rozi bo'ldi. U kankida uchishni bilmagani uchun devordan uzoqlashishga qo'rqmoqda va to'satdan shon paydo bo'lib uni raqsga taklif qiladi. Va raqs tushayotganda Mariya dugonasi Lilini buqaqarish qilayotganini ko'rib qoqilib yiqilib tushdi. Shon unga yordam bermoqchi bo'lganda Lili bunga yo'l qo'ymaydi va Mark yordam berish uchun qo'lni uzatdi. Lekin hammaning ko'z o'ngida bechora qizni sudrab muzdan chiqarib tashlaydi. Atrofdagi bir galab bichlar esa unga yordam berish o'rniga ustidan xaxolab kulishadi. Shundan so'ng Mariya uyga yugurib tanasini almashtirishga qaror qiladi va ko'zgudagi aksini o'pdi va Eyram endi ozodlikda.
Ertasi kuni Emma Mariyaning yaxshi tomonga o'zgarganini va o'ziga ishonch ortganini ko'rib xursand. Qiz maktabga kelgandan so'ng Markning qulog'ini yalab deb pichirlaydi. Shon buni ko'rib unga nima deganini qiziqib so'raganda, keyin uni ham qulog'iga deydi. Lili buni ko'rib kechagi bitiruv oqshomi uchun dugonasidan uzr so'raydi. Eram esa undan aybini yuvish uchun kankida uchishni o'rgatishini so'raydi va Lili bunga rozi. Darsdan so'ng otasining yoniga borib, u operatsiyaga kirib ketganda kotibaning telefonidan otasining o'ynashini chaqiradi. Keyin onasini ham telefon qilib chaqiradi va qarabsizki, Emma erining ikkinchi xotini borligidan xabar topdi. Kechga yaqin Eram onasidan otasi qayerda ekanini so'raydi. Emma u bugun ishxonasida tunashini aytganda, Eram oyisiga otasining o'ynashi borligini bilishini va uning sochini yulib qasos olish kerakligini aytmoqda. Biroq Emma uning oppoqqina yuziga shapatlab, "Kechir meni qizim" deydi. Hammomda Mariya yaqinlariga bunday munosabatda bo'lmaslikni egizagidan so'ramoqda. Eramning so'zlariga ko'ra esa qizda ilgari bunaqa xarakteri bo'lmagani uchun hamma uni kamsitgan. Endi o'zini birovlarning yonida xor qildirib qo'ymoqchi emas. Ertasi kuni Eram hamma ketgandan so'ng Markni kiyinish xonasiga taklif qiladi. Sariq pishak esa bugun qon to'kiladimi deyman deb uning izidan kirganda rostdan ham qon to'kildi. Eram uni tayoq bilan urib, undan uzoqroq yurishini buyuradi. Keyingi navbat dugonasiga keldi va ular kanki uchishni mashq qilayotganda Mariyani nuqsonsiz uchayotganini ko'rgan Lili hayratda. Eram esa unga quturgan itday qarab quvlashni boshlaydi va Lili muvozanatni yo'qotib, boshi bilan betonga urildi va pishdi. Eram shundan so'ng politsiyaga bu haqida xabar qilib, o'zini yig'laganga solib vaziyatdan chiqib ketdi. Uyga kelgach bo'lgan voqeani Mariyaga aytib beradi va o'zini aybdor his qilgan Mariya tanani almashtirishni xohlashini aytmoqda, lekin Eram endi ko'zguga qaytmoqchi emas. U Shonning uyiga keladi. Mariya doimo orzu qilgan narsani amalga oshirish uchun, ya'ni Shonning shashonchasiga til tekkizish. Avvaliga Shon o'zicha noz qilmoqda, lekin bu tulkichani rad etishning iloji yo'q va qonli jang boshlandi. Keyin qiz Ben bilan eng qimmat restoranga boradi va u yerda qisqichbaqani hamma joyiga oqizib yeyishni boshlaydi. Otasi unga normal ye deganda, Eram uni yana ham jahlini chiqarish uchun o'zini ko'rsatishda davom etmoqda. Ertasi kuni u Shon bilan qizning uyiga kelishadi. Emma esa uning kimligidan hayron. Eram onasiga "Men sizni, siz esa meni ko'rmadingiz" deb Shon bilan xonasiga kirib ketdi va tepada zilzila boshlandi. Ertalab Eram maktabga kirish oldida bir nechta politsiya xodimlarini ko'rib, Shonni darsga kirmaslikka ko'ndirdi va otelga joylashishdi. U yerda yigitga oyisi qo'ng'iroq qilib, politsiya Mariyani qidirayotganini aytdi. Shon bu gapni eshitib rangi oqarib ketadi va endi ketmoqchi bo'lganda, Eram uni boshiga butulka bilan urib o'ldiradi. Voqealar uzoq o'tmishga qaytarildi va bizga Mariyaning egizak singlisi borligini ko'rsatishdi. Lekin otasi chaqaloq juda ham xunuk tug'ilgani uchun uni shunchaki qorga ko'mib o'ldirgan. Kechqurun Eram otasining yoniga borib kiyimini yechib yap-yalang'och bo'ldi. Buni faqat otasi bilan men ko'rdim, sizlarga esa ko'rsatmayman. U Benga savol beradi, "Men chiroylimanmi?" deb. Ben esa "Sen juda ham chiroylisan, qizim" deganda, Eram skalpel bilan otasining bo'ynidan kesib tashlaydi. Keyin qiz uyga qaytib oyisining quchog'iga yotdi va ko'rinib turibdiki, ikkita egizak endi bitta tanada yashaydi. Bu qizga kim uylansa ham dvaynoy mazza qiladi-da. Ikkita egizakda bitta tanada. Ketdik hammamiz oynaga qarab, egizagimiz bormi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Qimirlab ketsa onasini ham. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.